Yuragini sug'urib olaman. Mashina bilan uraymi? Ya, menga tijorat oldiga kelyapmiz. Bizga srochno pul kerak. Bilaman tanishlaringiz kerak. Shunga bosh ochishga telefon olib bering. Aka, iltimos. Bizga pul juda ham zarur aka. Yordam qiling. Bo'ldi ukalar, men sizlarni tushundim. O'rtaga turib sizlarga telefon olib beraman, lekin meni hijolat qilib qo'ymaysizlarmi? Yo'q, aka. Bu yoqdan umuman xavotir olmang. Sizni tijorat qilib qo'ymaymiz. Bo'ldi ukalar, meni yaqin oshnalarim bor. Sizlar bilan ofisiga boramiz. Kesillar. Sizlar oldinglarga bitta xizmat bilan keldim. Qanday xizmat ekan bizni qo'limizdan keladi? Xullas, bu ukalarimga to'rtta telefon kerak, bosh ochiqda. Ha bo'ldi, es qilamiz-da do'stim. To'g'rimi? Ha, to'g'ri-yu. Ularning o'rtasiga kim turadi? O'zingmi? Bular yaqin ukalarim bo'ladi. O'rtasiga men turaman. Es qilamiz. Alo. Hozir men nomimdan bitta bola boradi. 4 ta iPhone berib yuboring. Bo'ldi. Xullas do'stim, bir oyga yozib qo'ydim. Hijolat qilib qo'ymarsiz-a? Jahon ukalaring shashasi ko'p ekan. Uyga 1-2 marta o'tdim, topa olmadim. Bu 5 mingga ham muddati kelgan. Nima qilamiz endi? Yo'q, shunaqami? Otasini topamiz bo'lmasa. Yur birga borib kelaylikchi uyga. Ilhomjon. Kelinglar bolalar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'g'ay, yaxshimisiz? Rahmat. Assalomu alaykum otaxon. Yaxshimisiz? O'g'lingiz uydami? O'g'limni nima qilasiz? Anchadan beri kirgan yo'q uyga. Oldi berdimiz bor edi. Chaqirib yuboring. Men sizga odam tili bilan gapiryapman, uyga kirmayapti deb. O'zi bilan gaplashadi oldi berdini. Otasimisiz? Hal qilib berasiz shu yerda. Yoki toping o'g'lingizni. Sen bola mushaklaringga ishonmagin. Tushundingmi? Yuragini sug'urib olaman. Mashina bilan uraymi hozir? Pachag'ini chiqarib olaman. Bor yo'q qol o'zlaring gaplash. Shoru, ishongan ukalaringni topa olmading uyga borib ham. Raz o'rtaga tushdingmi sen? O'zing kel ofisga. Tezda kel. Bolalar tinchlikmi? Nincha vahima qilishyapsan? Nima bo'ldi? Ochiqroq tushuntiringlar. Og'ayni tinchlik emasda, suruq o'tib ketdi. Ishongan ukalaringni uyga bordi Jahon bilan. Otasi quvib soldi. Sen javob qilaman deganmisan, 1 soatda pulni joyiga qo'yib qo'y. Bo'ldi, bolalar, unchalik qilishvorma, ozgina pulni deb. Senlar bilan yoshlikdan birga katta bo'lgan bo'lsangiz. O'zi birovning o'rtasiga tushgan mehmon. Ma pulni. Senlar bilan oramiz ochiq. Ma pulni. Senlar bilan oramiz ochiq. Yo'lim boshqa yo'lakcha.